O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hamkorligida Qurolli kuchlar faxriylari o'rtasida ilk bor Harbiy prokuror kubogi uchun mini futbol turniri o'tkazildi. 2 kun davom etgan musobaqalarda Mudofaa va Ichki ishlar vazirliklari, Milliy gvardiya, chegara qo'shinlari, Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston veteran jangchi faxriy va nogironlar birlashmasi faxriylar terma jamoalari o'zaro bellashdi. Bu futbol hammaga zavq shavq bag'ishlayapti, intilyapmiz, harakat qilyapmiz, o'zimiz ishimizni ishlayapmiz. Atrofdagi bizdan ham katta yoshdagilar o'ynayotganlar, ularni ko'rib yana ham biz o'ynagimiz kelyapti. Yoshligimiz paytidagi e'tiborlar qanaqa edi? Mana endi bekitadigan joyi yo'q. Ikkita tosh qo'yib futbol o'ynardik. Mana bugungi kunga kelganda mana shunaqa chiroyli stadionlar, sport birinchi o'rinda hayotini tartibga soladi deb o'ylayman. Yakuniy natijalarga ko'ra Jasorat faxriylar terma jamoasiga teng keladigan raqib topilmadi. Faxrli 2 va 3 o'rinlarni esa chegarachi va posbon jamoalari egalladi. Turnirda yuqori natija ko'rsatgan qatnashchilar eng yaxshi o'yinchi, eng yaxshi to'p urar va eng yaxshi darvozabon nominatsiyalari sohibi bo'ldilar.